Assalomu alaykum do'stlar. Yana siz bilan uzoq vaqtli tanaffusdan keyin onlayn tarzda ko'rishtiribmiz. Bugungilik darsimiz men uchun tom ma'noda tarixiy voqea. Aynan 2026-yilda 26-yanvar kuni siz bilan fiziologiyaning dastlabki darsini olib boramiz. Ya'ni bugun fiziologiyaga kirish qilamiz va ma'lum bir ketma-ketlik asosda fiziologiya darslarini birgalikda ko'rib ketamiz. Agar darsga tayyor bo'lsangiz, bizni kuzatayotgan bo'lsangiz, biz boshladik. Demak, fiziologiya darslar fiziologiya nima ma'noni anglatadi? Birinchi ma'no haqida gaplashaylik. Fiziologiya, fiziks tabiat, logis ta'limot. Bu degani tabiat faqat tabiat emas, tabiatdagi tirik organizmlarni normal holatini, organlar sistemasini normal faoliyatini o'rganuvchi fan. Endi qarang, fiziologiya bu katta fan bu keng qamrovli fan bu va ma'lum bir organizmlarning alohida fiziologiyasi bor. Masalan, hayvonlar fiziologiyasi, o'simliklar fiziologiyasi, shu qatori odam fiziologiyasi alohida. Biz aynan odam fiziologiyasiga to'xtalamiz. Chunki boshqa bir organizmlarda fiziologiyasi boshqacha tuzilishda bo'lishi mumkin. Uni tasdiqini men gaplarimda, mana bu darsimda ko'rsatib ketaman. Demak, qarang. Darslar fiziologiyaga kirishdan oldin aynan hujayra nimaligi haqida gaplashaylik. Organizmning tuzilish va funksional birligi bu hujayra. Ya'ni eng kichik tuzilish va funksional birligi bu hujayra. Bu nima degani? Ya'ni organizmga xos bo'lgan barcha xususiyatlarni o'zi jamlashtirgan eng kichik birlik bu hujayra. Hujayradan oldin ham qarang. Hujayradan oldin ham molekula, atom degan tushunchalar bor, lekin u tiriklikka xos bo'lgan xususiyatlar o'zida jamlashtirilmagan. Ya'ni, masalan, tiriklik xususiyatlari degani nimani nazarda tutamiz? Masalan, nafas olish. Tirik organizmlarga xos bo'lgan tushuncha va xususiyat. Masalan, tashqaridagi jonsiz toshlar, qoyalar yoki devor hech qanaqa nafas olmaydi. Tirik organizm borki, nafas oladi. Tushuntirib oldimmi? Xuddi shunaqa biz nafas olamiz. Bu bizga xos bo'lgan xususiyat. Demak, hujayramiz ham xuddi shunaqangi nafas oladi. Tushuntirib oldim. Endi oziqlanish, jonsiz tabiat oziqlanish xususiyatiga ega emas, lekin tirik organizmlar albatta oziqlanish kerak. Xuddi shunaqa hujayra ham oziqlanadi. Hujayra ham xuddi bizga o'xshab turib, deylik, ma'lum bir moddalarni almashinuv mahsulotlarini ajrab chiqaradi yoki ko'payish xususiyatiga ega yoki yana qanaqadir bir o'ziga xos bo'lgan proseslarga ega. Shuning uchun ham, demak, eng kichik tiriklikka xos bo'lgan barcha funksiyalar jamlashtirilgan, tuzilish va funksional birligi eng kichkinasi hujayra. Hujayradan oldingida darajalar ham bor, faqat ular o'sha xususiyatlarni o'zida jamlashtirmagan. Masalan, atom nafas olmaydi. Shuning uchun ham biz aynan organizmning tuzilish funksional eng kichik birligi hujayra deb olib ketganmiz. Hujayradan keyin biz hujayralarda ma'lum bir vazifa asosida birlashtirsak, ma'lum bir xususiyat, deylik, tuzilishi bo'yicha birlashtiradigan bo'lsak, to'qima kelib chiqadi. To'qima bu tuzilishi o'xshash vazifasini bajaruvchi va hujayralar yig'indisi. Bitta hujayra hech qachon to'qimani hosil qila olmaydi. To'qima bo'lish uchun ko'pgina hujayra bo'lishi shart va ular o'xshash vazifa bajarishi kerak, tuzilishi o'xshash bo'lishi kerak. Mana shunda to'qima kelib chiqadi. Demak, to'qimalar hujayralar yig'indisi. Endi bir nechta xuddi shunaqangi to'qimalar yig'indisi, ya'ni o'xshash funksiyani bajaruvchi to'qimalar yig'indisi organni hosil qiladi. Organlarning bir nechtasi o'xshash vazifa bajarib turib, organlar sistemasini hosil qiladi. Qarang, o'xshash vazifa degani nimani nazarda tutyapman? Masalan, hazm qilish sistemasini olaylik. Hazm qilish sistemasida siz og'iz bo'shlig'i, halqum, qizil'o'ngach, oshqozonni sanaysiz, undan keyin 12 barmoq ichak, och ichak, yonboshak. Bularning hammasining vazifasi nima? Oziq moddani hazm qilish. Tushuntirib oldimmi? Hammasi bitta vazifa asosida birlashyapti. Yoki nafas olish sistemasini aytadigan bo'lsak, bir necha organlar yig'ilgan. Aynan qaysi vazifa asosida? Nafas olish vazifasi. Burun, deylik, traxeyalar, bronxlar, bular hammasi nafas olish uchun javob beradigan organlar hisoblanadi. Shuning uchun ham demak, organlar sistemasi nima desa, o'xshash vazifa bajaruvchi organlar yig'indisi. Kelishdikmi? Va shunaqangi bir necha sistemalar yig'ilib turib, ya'ni mana bu yoqda keltirib qo'yaman, bir necha sistemalar yig'ilib turib, mana shu sizga kulib turgan, kofe ichib turgan, naushnik eshitib turgan, aynan mana shunaqangi organizm yuzaga keladi. Bitta yaxlit organizm bo'lish uchun bir necha sistemalar o'zaro jamlashgan. Hammasi umumiy vazifa asosida jamlashgan bo'ladi. Masalan, hozir organlar sistemasiga yengil to'xtalib ketaman. Faqat yengil xolos, eslab olish xolos. Keyinroq bularda har biriga alohida to'xtalamiz. Ketdik. Biz birinchi o'tganmiz aynan skelet sistemasi. Skelet sistemasi tanamizda tayanch, asosiy funksiyasi tayanch harakat sistemasi, undan keyin ichki organlarni himoya qilish. Masalan, miya qutimiz miyani himoya qiladi. Ko'krak qafasi suyaklari aynan ko'krak qafasida joylashgan a'zolarni himoya qiladi yoki chanoq a'zolarimizni aynan chanoq suyagi himoya qilib turadi.
Undan tashqari mineral tuzlar almashinuvini ham boshqarib turadi aynan skelet sistemamiz. Yoki nafas olish sistemamiz, haligida aytib o'tgandek, nafas olish sistemasi asosiy vazifasi tashqaridagi kislorodni olib ichkariga olib kirish, ya'ni organizmni kislorodga boyitish va organizmda qoldiq sifatida, chiqindi sifatida to'planib qolgan gazlarni tashqariga chiqarish. Asosiy funksiyasi shu. Yoki muskul sistemasi, allaqachon gaplashib bo'lganmiz. Muskul sistemasi asosiy funksiyasi muskullar qisqarishi va qo'zg'alish orqali ma'lum bir harakatlarni amalga oshirish. Yoki qon aylanish sistemasi, juda ham yaxshi bilasiz, qon aylanish sistemasi kislorod va ozon moddalarga boy bo'lgan ozuqali deylik moddalarni aynan tanamizning ma'lum bir hujayra to'qimalariga yetkazib olib borish va ulardan chiqindi sifatida xos bo'lgan mahsulotlarni tashqariga olib chiqib ketish uchun zamin yaratishdan iborat. Kelishdik? Hazm qilish sistemasi ozuqa mahsulotlarini hazm qilish va ularni so'rilishini ta'minlash. Bundan tashqari nerv sistemasi juda ham katta sistema. Buni bir so'z bilan aytish qiyin, lekin umumiy holatda ta'sirni qabul qiladi, ta'sirni sintez qiladi va javob qaytaradi. Qarang, bir necha sistemalar yoki aynan siz bilasiz, teri qoplama, teri va uni hosillari. Bizning qoplovchi sistemamiz bor. Bular hammasi bizni himoya qilish, kerak bo'ladigan bo'lsa fizik baryer funksiyasini bajaradi. Tashqaridagi qanday jismlarda organizmni ichki muhitga o'tmasligi uchun baryer vazifasini bajaradi. Undan tashqari aynan terimizning yuzaq qismlarida bizda retseptorlar joylashgan, demak sensor funksiyasini bajaradi, ya'ni sezish funksiyasini bajaradi. Undan tashqari tana haroratimizni nazorat qilish. Hozir ko'rsatib ketaman, aynan shu terimizga xos bo'lgan xususiyatlar bor. Aynan tanamizda haroratni nazorat qiladi. Yoki endokrin sistema. Endokrin sistema bilasiz, organizmni gumoral boshqarish. Nerv boshqarish bor, aynan gumoral boshqarish bor, aynan endokrin sistemamiz gumoral boshqarishda ishtirok etadi. Yoki jinsiy sistema ko'payish, nasl qoldirish uchun javob beradi. Ularni ham ko'rib ketamiz. Ayri sistemasi moddalar shu mahsulotlarni organizmdan chiqarib olishga javob berib bo'ladigan sistema va immun sistemamiz juda ham muhim sistemalardan bittasi, himoya qilish funksiyasi. Bundan tashqari ham boshqa bir sistemalar bor. Umumiy holatda mana shunaqangi organizm yaxlit turishi uchun, mana shunaqangi chiroyli bo'lib turishi uchun shunchagina sistema ishlab ketadi. Qarang, qanaqa katta sistema. Hozirgi aytib o'tgan ma'lumotlarim, bu yoqda aytib o'tgan ma'lumotlar unaqangi muhim ahamiyatga ega emas. Chunki biz bularga alohida ahli to'xtalamiz. Bu shunchaki aytib ketdim va shunchaki eslatib ketdim, xolos. Kelishdik? Xo'p, endi davom etyapmiz. Organizmning tarkibi. Organizm umumiy holatda oladigan bo'lsak, 100% deb oladigan bo'lsak, mana shu 100% dan 40% qattiq moddalar, ya'ni mineral moddalar, organik moddalar va hokazolar. Bular umumiy 40% tashkil etadi. Va 60% suyuqlikdan iborat. Esdan chiqmasin. Organizm deyli 60% suyuqlikdan iborat. Endi bu suyuqlikni biz ikkita katta guruhga bo'lamiz. Mana shunday bo'ladigan bo'lsak, mana shu 60% 3 dan 2 qismi, ya'ni 40% intrasellyular, ya'ni hujayra ichidagi, mana bu hujayralarning ichidagi suyuqliklar. Hujayraning sitoplazmasi bilasiz, boshqa bir suyuqliklar hammasi hujayra ichki suyuqliklar hisoblanadi va ular umumiy mana shu 60% suyuqligimizni 3 dan 2 qismi, ya'ni 40% ni tashkil etib turadi. Va ekstrasellyular, ya'ni hujayradan tashqari bo'lgan suyuqliklarimiz 3 dan 1 qismi, ya'ni 20% tashkil etib turadi. Va mana shu ekstrasellyular suyuqligimizning o'zi ham bir necha guruhlarga bo'linib ketadi. Masalan, plazma, ya'ni qon tarkibidagi suyuqliklar yoki interstitsial yoki transsellyular yoki mezenximal shunaqangi, ya'ni interstitsial degani mana hujayralar yaxlit bo'lib turadigan bo'lsa, ularning atrofidagi mana bu suyuqliklar interstitsial. Yoki transsellyular, masalan, ma'lum bir epitel bilan qoplangan joylarimiz bor, mana shu yerdagi suyuqliklar, masalan, plevramizda, o'pkamiz orasida suyuqlik bor. Yoki deylik, masalan, sinovial suyuqliklar, bo'g'inlarimizdagi yoki orqa miya suyuqliklari ma'lum bir pardalarning orasida joylashgan bo'ladi. Ma'lum bir membrananing orasida joylashgan bo'ladi. Mana shularni biz transsellyular deymiz va ularning foizi ma'lum bir ko'rsatkichga ko'rsatilgan. Lekin yana bitta aytaman, qarang. Muhim bir narsani aytyapmanki, bular aynan klinikangizda yoki faoliyatingizda aynan shunaqangi foiz ko'rinishida hech qachon uchramaydi va buni aniqlash imkoniyati deyarli yo'q. Faqat nisbiy aniqlanadi xolos. Bularda aynan ekstrasellyular suyuqlik 20% ekan, buni 20% ajratib olish mumkin ekan degan tushuncha bo'lmasa, bularda shunchaki nisbiy ko'rinishda olib ketgan ko'rsatishlar xolos. Bular qarang, yoshga, jinsga, deylik, yana qanaqadir bir holatga qarab turib o'zgaradi. Ya'ni ayollarda boshqacharoq ko'rinishda yoki yosh kattalarda, yoshlarda, o'rta yoshlarda boshqacha ko'rinishda. Bular hammasi sog'lom, o'rta yashar erkak kishilarda olingan ko'rsatishlar hisoblanadi va bularda faoliyatni aniqlash imkoniyati yo'q. Bular aynan siz uchun juda ham katta muhim ahamiyatga ega emas, faqat shularda shunaqangi bo'linishga egaligini bilib olsangiz bo'ldi.
Deylik organizmda deylik bo'linadigan bo'lsa, qattiq moddalar 40%, suyuq moddalar 60%, 60% da o'zi 3dan 2 qismi intrasellyular, 3dan 1 qismi ekstrasellyular bo'linishi. Ekstrasellyular suyuqliklarda o'zi intrasellyular, qon tarkibida transsellyular, mezenximal hujayralar suyuqliklarga bo'linib ketishini bilsangiz bo'ldi. Mana shu sizga hozirchalik yetadi. Keyinroq biz osmotik bosim, gidrostatik bosim degan tushunchalarga o'tib ketamiz. Mana shularda o'tgan paytimizda aynan sizga bu suyuqlarda qaysi paytda ishlatilishini ko'rsatib ketaman. Kelsak, bu umumiy kirish edi. Va bugungi asosiy qahramonimiz bu gomeostaz. Gomeostaz nima desa, gomeostaz bu, e'tibor bering. Aynan gomeostaz nimasi? Ichki muhitni doimiyligini saqlashga qaratilgan mexanizm yig'indisini gomeostaz deymiz. Ya'ni tashqi muhitda qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar ichki muhitimizni normal saqlashimiz bu gomeostaz. Masalan, tashqi muhit hozir ayni paytda qish deydigan bo'lsak, tashqi muhitda tasavvur qiling -8 gradus. Sizning tana haroratingiz-chi? Hozir -8 gradus yoki -2 gradusga tushib qoladimi? Yo'q. Bir xilda 36.5 ta turadi. Yoki yozga chiqdik, 40 gradus issiq bo'lib turibdi. Sizning tana haroratingiz 40 gradusga chiqadimi? Yo'q. Ayni paytda normal holatingizda 36.5 saqlanib turadi. Ya'ni tashqi o'zgaruvchan muhitga nisbatan organizm doimiy muhitni saqlab turishi bu gomeostaz deyiladi. Ichki muhitni saqlab turishi. Endi o'zi ichki muhit nima degan savolga, o'zi ichki muhit nima desiz? Ichki muhitimiz hozirgi aytib o'tgan suyuqliklar tarkibi, ekstrasellyular, intrasellyular suyuqliklar tarkibi, ularda tarkibidagi kimyoviy moddalar, masalan, kislorod, glyukoza, ionlar, aminokislotalar, yog'chilar va hokazolar boshqa narsalar bo'lishi va fizik ko'rsatkichlar, pH qiymati, temperatura bo'lishi bular hammasi bizning ichki muhitimiz. Mana shu ichki muhitda bir xilda balansirovkada ushlab turishimiz bizga gomeostaz deyiladi. Va gomeostazni ushlab turuvchi ikkita deylik ko'rsatma desak bo'ladi yoki ikkita ko'rsatkich bor. Bittasi negativ feedback, ya'ni manfiy qaytar aloqa, bittasi pozitiv feedback. Ya'ni ma'lum bir paytlar kelgan paytda bizni mana bu gomeostaz xususiyatimiz, tasavvur qiling, tarozi pallas turibdi. Tarozi pallasida siz odil hukmronsiz. Bitta taraf bosib ketyapti. Bitta taraf bosib ketyapti, demak bittasi pastga qarab ketyapti, shunda nariga palla ko'tarilyapti. Siz mana shu balansirovkani, mana shu muvozanatni ushlashingiz kerak. Va bu yoqdan bitta ushlaysiz, bunday qilib bosasiz. Shunda mana tushayotgan narsa ko'tariladi. Hozir yana bir ikkita misolda ko'rsatib ketaman, bularni tushunib olasiz. Demak, negativ va pozitiv feedback degan narsa bor. Ya'ni ichimizdagi ma'lum bir xususiyatlarda balansirovkada ushlash uchun kerak bo'ladigan bizda ikkita feedback bor, ya'ni negativ va pozitiv. Bittasi qarang, ko'payib ketayotgan paytimiz, masalan, ma'lum bir jarayonlarda hozir ko'rsatib ketaman. Ma'lum bir jarayonlarda bizda ichki organizmda ma'lum bir moddalar ko'payib ketayotgan bo'lsa, uni kamaytirishga harakat qiladi. Ya'ni plyusga minus harakat qiladi yoki minusga plus harakat qiladi. Pozitiv feedbackimiz ma'lum bir jarayonlar kuchayapti, uni yana ham kuchaytiradi. Hozir misollar tariqasida ko'rsatib ketaman, yana ham aniqroq tushunarli bo'ladi. Ketdik, qarang. Masalan, negativ feedback yoki manfiy qaytar aloqa. Ular qanaqa bo'ladi? Siz bilasiz, bizda aynan masalan erta tongda nonushtaga o'tirdingiz. Nonushta asosan nima? Kofe bo'ladi. U ham shakar bor tarkibida yoki qanaqadir shirinliklar bor, qanaqadir deylik asal yedingiz. Ichida to'la deylik shirinlik bor, bir mahsulot yedingiz. Mana shunda nima bo'ladi? Bu mahsulotlar ovqat hazm qilish sistemasi orqali tushgandan keyin qonga o'tadi. Qonda nima bo'ldi? Glyukoza miqdori oshdi. Glyukoza miqdori oshdi. Bizda hozir ayni paytda glyukoza miqdori oshdi. Qonda glyukoza miqdori oshgandan keyin bizda signal ketadi. Signal ketadiki, aynan bizda glyut degan shunaqangi moddalar, transportlarimiz bor, ya'ni glyukoza transporti deyiladi. Mana shu glyukoza transportlarimiz vazifasi asl nima desiz, mana bu glyukozani membranani ochishga javobgar. Glyukozani oladida, mana bu qon tomiri ichidagi glyukozani oladida membranasidan o'tkazib turib, aynan oshqozon osti bezlarini, esda bo'lsa alfa hujayralar bor edi, beta hujayralar bor edi. Eslammi? Aynan beta hujayralardagi retseptorlarga olib boradi. Mana shu yerga keldi. Bu retseptorlar mana bu glyukozani oshgan konsentratsiyasiga juda ham ta'sirchan. Oshqozon osti bezimizga aynan beta hujayralarga bordi, retseptorlarni qo'zg'atdi. Retseptorlar juda ham aktivlashib turib, o'zida nima ishlab chiqaradi? Insulin ishlab chiqaradi. Insulin nima qiladi? Insulin qon tomir atrofida joylashgan ma'lum bir organlardagi hujayralarda mana bu retseptorlarni aktivlaydi.
Aktivlashdan maqsad nima? Aktivlashdan maqsad membrana o'tkazuvchanligini oshirish. Aytadiki, qon tomiri ichida glyukozamiz ko'p edi, qon tomiri ichida glyukozamiz ko'p edi. Mana bu organ atrofida joylashgan ma'lum bir hujayralarda membrana o'tkazuvchanligini oshiradi, glyukozani o'ziga qabul qilib olish uchun majburlaydi. Sen glyukozani qabul qilib ol deydi, o'zingga qabul qilib ol deydi. Qon tomirida pasaysin deydi. Va glyukozani qon tomirlaridan organlar ichidagi hujayralarga olib kirib qo'yadi. Endi nima bo'ldi? Endi insulin ishlab chiqarildi, qon tomiri ichidagi glyukozani ma'lum bir qismi hujayralar ichiga kirdi. Endi glyukoza konsentratsiyasi nima bo'ldi? Pasaydi. Boshida nima edi? Ko'payib ketadi. Endi shunday keldi, insulin kelib turib, mana shu balansировкаga tushadi. Ya'ni plus ko'payib ketadi, endi minuslashtirib qo'ydi. Balansировка tiklandi. Tushundira oldimmi? Mana shunday uslubda ishlaydi. Negativ feedback shunaqa. Yoki ikkinchi variant. Siz uzoq muddat tasavvur qiling, masalan, bir kun nonushta qilmadingiz yoki umuman kun bo'yi ovqat yemadingiz. Qanday bir holat bo'ldi? Kun bo'yi ovqat yeyishga imkoniyat bo'lmadi. Shunda nima bo'ladi? Qonimiz tarkibida, qon tomirimiz tarkibidagi glyukoza tushishni boshlaydi. Endi nima qilish kerak? Endi uni ko'tarish kerak. Qanaqa qilib ko'taramiz? Yana o'sha narsa glyukoza transportlar ishga tushadi. Membranasida borib turib, aynan oshqozon osti bezda esida bo'lsa, alfa hujayralar bordi. Ular nima qiladi? Alfa hujayralarimiz borib turib, glyukagon degan gormon bor. Mana shu gormonni ishlab chiqaradi. Bular nima qiladi? Bular jigardagi ma'lum bir retseptorlarni qo'zg'atadi. Bu qo'zg'atish nima qiladi? Siz bu qo'zg'atish ichidagi glikogen moddasining glyukoza sifatida tashqariga, ya'ni qon tomirlariga ajrashini ta'minlab beradi. Demak, ichidagi glikogen glyukozaga aylanib qon tomirlariga ichiga kirishni boshlaydi. Ana endi nima bo'ladi? Endi glyukoza miqdori oshishni boshlaydi. Va bu yoqda tushyotdi, bu yoqda уже oshishni boshladi. Ya'ni balansировка ham tiklandi. Ya'ni minusga plus holatda javob berib, mana shu muvozanatni tiklab turadi. Mana shu negativ feedback deyiladi. Yoki boshqa bir variantda tushuntiraman. Boshqa variantda tushuntiraman. Qarang do'stlar. Xo'p, bizda terimiz bor. Sovuq havo keldi, sovuq havo. Haligini aytdim-ku, terida retseptorlar bor. Temperatura yoki og'riq yoki boshqa retseptorlar bo'ladi. Mana shu havoga nisbatan temperatura sezuvchi retseptorlarimiz qo'zg'aladi. Qo'zg'alish sodir bo'ldi va yuqoriga aferin tolalari orqali markaziy nerv sistemasiga harakatlandi. Aynan markaziy nerv sistemasi bilasiz, gipotalamusimiz bizning temperaturalamizga, tana haroratiga javob berib bo'lgan markaz hisoblanadi. Markazga impuls yetib bordi. Markaz endi nima qiladi? Ana sintez qiladi. Organizm sovyapti. Unga javoban qandaydir harakat qilishimiz kerak. Va eferin tollar orqali ma'lum bir joylarga. Masalan, qayerlarga boradi? Birinchi qon tomirlar devoriga boradi. Qon tomirlar devorini qisqartiradi. Maqsad nima? Shunday narsaki, tasavvur qiling, siz dush yoki hammomga kirdingiz, kirgan paytingizda issiq pechka yonib turibdi yoki qanaqadir isitish mexanizmi olib turibdi. Siz sovqotgan holatda kirdingiz. Sizga hozirgi paytda issiqlik yoqyapti. Kimdir kelib turib eshikni ochib qo'ysa nima qilasiz? "Voy, tezroq yopgan" deysiz. Ya'ni ichkaridagi harorat tashqariga chiqib ketmasligi kerak. Shuni imkonlaringizni hamma yoqda g'ib qilib bekitasiz. Derazasi ochiq bo'lsa, derazani bekitasiz, eshik ochiq bo'ladigan bo'lsa, eshikni bekitasiz. Xuddi shunaqa, agar qon tomir kengayadigan bo'lsa, qon tomir kengayib ketadigan bo'lsa, bilingki, uni ichidagi mahsulot, ya'ni temperatura tashqariga chiqib keta oladi. Eshiklari ochilib tashqariga chiqib keta oladi. Endi biz qon tomirni qisqartiryapmiz, eshiklar bekityapmiz. Endi nima bo'ladi? Endi uni ichidagi issiqlik joyida qoladi, ichida qoladi. Tushundiringizmi? Ya'ni mana bu gipotalamusimiz aynan bizda qon tomirlarda vazokonstriksiya chaqiradi. Ularda qon tomirlari qisib qo'yadi. Maqsad ichkariga issiqlik tashqariga chiqarib yubormaslik. Kelishdik. Va qon tomirlar konstriksiya bo'lgandan keyin bilasiz, teri bezlarimiz bo'ladi. Teri bezlariga qon hajmi ham kamayadi. Nega? Chunki qon tomir qisqardi. Qon hajmi kamaygandan keyin bularda faoliyat ham pasayadi, ya'ni ter ajralishi ham pasayadi. Bilasiz, bug'lanish aynan bizning tanamizda issiqlik tashqariga, ichkaridagi issiqlikni tashqariga chiqarib olish uchun kerak bo'ladigan bitta mexanizm. Shu bug'lanishni amalga oshirmay turishimiz kerak. Ichkarida turishi kerak issiqlik. Tushundingizmi? Demak, teri bezlar faoliyatini ham pasaytirish orqali, mana shu orqali teri bezlar faoliyati pasayadi va bug'lanish amalga oshmaydi.
Tushuntira oldim? Teri ajralishi kamayadi, bug'lanish amalga oshmaydi. Shu bilan bizni tana haroratimizni ichki qismida tana haroratimiz sekin-astalik bilan oshishni boshlaydi. Boshqa bir mexanizmda, aynan boshqa bir nimada qon tomirni toraytirdi, mushaklarni qisqarishini oshiradi. Maqsad nima? Siz sovqotayotgan paytda qo'lingiz sovqotdi. Nima qilasiz? Qo'lingizni bir-biriga ishqalaysiz. Maqsad nima? Maqsad mana shu ishqalagan paytda issiqlik energiyasini ishlab chiqarish. Xuddi shunaqa siz bilasiz, harakatdagi jismda issiqlik hosil bo'ladi, muskular tezda qisqarish, ya'ni titraydi. Hiç sovqotyapsiz, jag'laringiz titrashni boshlaydi, qo'llaringiz titrashni boshlaydi. Nega? Chunki bizning gipotalamus aynan muskullarni qisqartirish orqali uni ichida ATF miqdorini oshirmoqchi, uni ichidagi issiqlik miqdorini oshirmoqchi. Mana shuning uchun ham siz titraysiz. Buni siz ixtiyoran qilmaysiz, ixtiyorsiz tarzda titraysiz. Mana shu titrash sizni ichki qismingizda energiya ishlab chiqarish, ATF ishlab chiqarishni kuchaytirib yuboradi. Chunki mana shunday qilib sizda titrash paydo bo'ladi va titroq oqibatda sizda ichki qismingizda issiqlik miqdori ko'tarilishni boshlaydi. Tushuntira oldimmi? Aynan biza mana bu temperaturamiz oshgan paytda ham xuddi mana shunaqangi mexanizm ishga tushib ketadi. Shuni hisobiga tana haroratimiz ayni paytda baland bo'lishiga qaramasdan gipotalamus tana haroratimiz pastga qabul qiladi-da, mana bu mexanizm ishga solaveradi. Tushuntira oldim? Endi keyingi narsa, demak, sog'liq holati bo'yicha tushuntirdim. Umumiy holatda birinchi stimul teri yuzasidagi retseptlar keldi. Undan keyin afferent tollar orqali markazga bordi. Markazdan keyin efferent tollar orqali ma'lum bir a'zolarga keldi. Mana shunday sxemada ishlayveradi. Keyingisi issiq havo, juda ham tashqari issiq. 40 gradus, 50 gradus issiq bo'lyapti. Issiq havo yana qattiq ta'sir qildi. Teri yuzamizdagi issiqlik, ya'ni temperatura sezuvchi retseptor ta'sir qildi. U orqali afferent tollar bo'ylab qayerga boradi? Yana o'sha gipotalamusga. Chunki tana haroratimiz boshqaradi. U xoh issiq bo'lsin, xoh sovuq bo'lsin. Hop, ketdik. Bordi, boshqardi, gipotalamusga keldi impuls. Gipotalamus ana sintez qilinadi tanamizning ma'lum bir joylariga. Yana o'sha efferent tollar bo'ylab ketdi. Qon tomirlar endi nima qilish kerak? Siz issigan holatda hammomga kirdingiz, qaraysiz isib yotibdi. Nima qilasiz endi? Deraza va eshiklarni ochishni boshlaysiz. Xuddi shunaqa qon tomirlar kengaytiradi. Kengaytirgan paytda mana bunday turgan qon tomirlar kengaysa, uni ichidagi issiqlik tashqariga chiqishni boshlaydi. Ya'ni vazodilitatsiya qiladi. Vazodilitatsiya qildi, qon tomir kengaydi. Qon tomir kengaygandan keyin o'z-o'zidan teri bezlarimizda joylashgan mana bu bez hujayralariga qon ko'p yetib kelib, ozmoda ko'p yetib kelib, ulardan sekret mahsuloti, ya'ni ter ajralishi kuchayadi. Mana nima uchun terlaysiz? Siz terlagan paytda taningiz bug'lanish hisobiga suviydi. Bilasiz, suv katta issiqlik sig'imiga ega. Chiqib ketayotgan paytda o'zi bilan katta issiqlik sig'imini olib chiqib ketadi. Tushuntirib oldim? Demak, terlash orqali siz bug'lanasiz va bug'langanda siz ayni paytda teringiz bug'langan paytda bug'langan tana harorati pasayadi. Endi muskulatsiya qisqarish kerakmi? Ichkaridagi nimani kuchaytirish kerakmi? Kuchaytirmaslik kerak. Ayni paytda sizga qaltirash kerak emas. Titroq sizga umuman kerak emas. Tushuntira oldim? Mana shunday qilib bizdagi ayni paytda negativ feedback. Bu yoqda minusida plyusga qarab ketdi yoki plyusda minusga qarab ketdi. Mana shunday uslubda bizda negativ feedback ishlaydi. Buni biz darslar davomida gaplashamiz. Hozir yaxshilab tushunib oling, chunki payt kelgan paytda men aytaman, negativ feedback asosida ishlaydi yoki pozitiv feedback asosida ishlaydi desa, mana shu narsalar esingizga kelishi kerak. Endi pozitiv feedback, ya'ni musbat qaytar aloqa. Bunda nima bo'ladi? Bunda ma'lum bir jarayonlarni boshqarishda ularga yana ham stimullar beradi. Misol uchun, oddiy misol qilib keltiraman. Bola tug'ilish jarayoniga keldi. Bola tug'ilish jarayoniga kelgandan keyin siz hali ginekologiya darslarini o'tasiz. Mana shunda bachadon bo'yni cho'zilishni boshlaydi. Bu miyaga stimul jo'natadi. Bachadon bo'yni cho'zilishni boshladi. Sekin-asta bachadon bo'yni cho'zilyapti va miyaga stimul ketyaptiki, "Voy, hozir bola tug'iladigan stimul ketdi" va bordi. Yana o'sha gipotalamus. Gipotalamusga bordi. Bilasiz, gipotalamus kimga buyruq beradi? Aynan gipofizga buyruq beradi. Gipofizni orqa bo'lagida oksitotsin degan gormon bor. Sizda oksitotsin nima qiladi? Oksitotsin borib turib bachadon devorni qisqartiradi. Bachadon devorni qisqartiradigan bo'lsa, yuqori tomondan qisqartiradigan bo'lsa, bolani tug'ilishini yana ham kuchaytirib beradi, yana ham tezlashtirib beradi. Tushundira oldim? Bachadon devorlar qisqarish hisobiga bolani tezroqda tug'ilishni, o'zi tug'ilishga harakat qilyapti. Yana ham tezroq tug'ilishni stimullab beradi. Ya'ni kuchayayotgan proses yana ham kuchaytirib beradi. Mana sizga pozitiv feedback. Yoki
yoki keling yana bor boshqa bir misol ko'rinishda ko'rib ketamiz. Masalan, ona suti bilan ovqatlanayotgan bola. Bola bilib oling, ona ko'kragini so'rayotgan paytda ona ko'kragida mana so'rishlarda joylashgan retseptlar kuchli qo'zg'aladi. Yana o'sha mana shu kuchli qo'zg'alish orqali markazga, bosh miyamiz aynan gipotalamusga boradi. Gipotalamusga borgandan keyin gipofizimiz bilasiz, oldingi bo'lagi bor va orqa bo'lagi bor. Oldingi bo'lakdan prolaktin degan gormon ishlab chiqarishni kuchaytirib beradi. Orqa bo'lakdan oksidotsin degan gormonni ishlab chiqarishni kuchaytirib beradi. Hop, prolaktin nima qiladi? Prolaktin keladida sut bezlaridan, mana shu sut bezlaridan sut mahsulotini ishlab chiqarishni kuchaytirib beradi. Stimullab beradi. Sut ajralishini kuchaytirib beradi. To'g'rog'i sut hosil bo'lishini kuchaytirib beradi. Endi oksidotsinchi, oksidotsinni haligina bildik, bachadan devorni qisqartirishni tushundik. Undan tashqari oksidotsin sut hosil bo'ldi. Endi sut ajralishi ham kerak-ku. Mana yerda sut hosil bo'ldi. Endi sutni bu yoqqa keltirishga aynan oksidotsin javobgar. Bola so'rayapti, sut kelyapti. Bola so'rayapti, sut kelyapti. Aynan sut kelish jarayoni har bir so'rgan paytda, har bir retseptorda qo'zg'atgan paytda miyamizga impuls borib turadi. Bu yoqlardan suyuqlik ishlab chiqariladi, oksidotsin uni ajratib berishga deylik yana ham kuchaytirib beradi. Mana shunday uslubda har bir so'rgan paytda mana shunday holatda deylik impulslanib ketaveradi. Tushundingmi? Yana bir boshqa misol. Masalan, siz bilasiz, trombotitlarimiz asosiy bizda shikastlangan qon tomirlarida tiqin hosil qiladigan asosiy qon shakli elementlar. Hop, qon tomiri shikastlandi, qandaydir bir teshik, tirqish hosil bo'ldi. Bu tirqishni yopish kerak. Bu tirqish hosil bo'lgandan keyin qandaydir kimyoviy moddalar, mana shu yerdan kimyoviy moddalar ajratadi, borib trombotitlarni stimullaydi. Qon tomiri shikastlandi, qon tomiriga oid bo'lgan, qonga oid bo'lmagan qandaydir mahsulotlar qon tomiriga kirib kelyapti deydi. Trombotitlar stimullaydi. Trombotitlar nima qiladi? Trombotitlar bunga javoban sekin keladi, mana bu trombotitlar mana shu yerlarga yopishib olishni boshlaydi. Bu trombotitlar o'zidan yana kimyoviy moddalarni chiqaradi, yana undan ham tashqaroqda joylashgan trombotitlarni yana stimullaydi. Hali men yetarli bo'lmayapman, yana ham kuchli tromb hosil bo'lishi kerak deydi. Uni borgan sari yana ham ko'proq hosil bo'lishini stimullab turadi. Mana shu narsa pozitiv feedback, ya'ni bo'layotgan jarayonni yana ham kuchaytirib berish. Tushuntirib oldimmi? Bugungi asosiy qahramonimiz mana shu edi. Do'stlar, xudo xolasa bugun siz bilan birinchi fiziologiya darsimizni olib bordik. Menimcha unaqangi qiyin bo'lmadi. Xudo xolasa bundan keyingi darslarimizni sekin astalik bilan fiziologiyani birgalikda imkon darajasi oson yo'llarni o'rganib ketishni xudo xolasa Alloh nasib oldimizga yuksak bir maqsad qilib qo'ydik. Do'stlar, biz bilan bo'lganingiz uchun kattaga rahmat. E'tiboringiz uchun rahmat kattagon. O'zingizni ehtiyot qiling, sog' bo'ling, salomat bo'ling.